Assalomu alaykum. Moskvada, Sankt-Peterburgda yurgan aka-uka opa-singillar xizmatingizga Moskva Moskva taksilari. Kim Moskvadan Piterga, Piterdan Moskvaga borib kelmoqchi bo'lsa, ekrandagi ishonchli nomerlarga telefon qilinglar. O'zimizning nomerlarimiz. Dispetcher emasmiz, posredniy emasmiz. O'zimiz mashinada qatnaymiz. Mana akamiz ham ketdi. Aka, yaxshi ketyapsizmi, brat? Yo'q. Zo'ra? Pretenziya yo'q-a? Yo'q. Yaxshi akam. Maslahat berasizmi akalarga? Maslahat beraman. Bemalol ketmini. Telefon qilib, aka. Ko'pni ishonchni. От души, брат. Так что aka-ukalar telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa manzillardan olib, manzillarga yetkazamiz kelishilgan narxlarda. Mashinamiz jicha kir endi. To'g'ri tushunasizlar, xudo xolasa. Moskva Piter, Piter Moskva taksi. Xudo xolasa mana Moskvadan Piterga keldik, akalarni olib kelib qo'ydik. 6,5 soatlarda yetib keldik. Yaxshi keldingmi akalar? Cho'tkiymi? Akalarni stroykaga olib keldik mana. Moskvadan Piterga. Ekrandagi ishonchli nomerlarga telefon qilinglar. Voditellarning prямой nomeri, o'zimning prямой nomerim aka-ukalar. Sog' salomat bo'linglar.